Hammaga assalomu alaykum, qadrli International kompaniyasi muxlislari, talabalar. Mana bugun G'olibek talabamiz Insho xalqaro aeroportga kirib keldi. Bu talabamiz o'ziga xosligi til kursiga, ya'ni topiksiz, ayatisiz, demak bitta Flex viza bilan G'olibek xush kelibsiz. Yaxshi bo'ldimi? Qanaqa bo'ldi? Nimalarga rahmat demoqchisiz? Samarqanddan o'tganmiz. Samarqand. Avvalo ota-onamga rahmat, keyin yaqinda yordam bergan Anvar aka, Nodir aka, hammalariga rahmat. Bittaga bitta chiqdi viza ham, Bestopik, Bezali, Koreys tilini o'qiganmiz, Koreys o'qiganman. boshlanishda o'qigansiz. Rejalar qanaqa endi? Rejalar endi kelajakda top darajalar balandroq bo'lib, shu IT sohasi bo'yicha. Qadamingiz ko'p kelsin, astoydil bo'ling. Yo'q, mana imkoniyat, xudo xohlasa. Mana Obekka o'xshagan 2005-yil bolalar ko'rayotgan bo'lsa, ushbu videoni bemalol International kompaniyasi sizlarga ko'rsatsalar. Oltani medalni KTBga bankni pul qo'ydi. Joydan o'shalar mobayliga, demak, o'sha universitet qabul qiladi.